5 iyul vaqasidan keyin Xitoy hukumatining Uyg'urlarni tutqun qilishi ilham davomlashmoqda. Gerçi Xitoy hukumati barliq usullarni qo'llanib 5 iyul vaqasining haqiqatini yoshirishga urinayotgan bo'lsa-mu, yaqindan buyon chet ellarga chiqqan bir qism Uyg'urlar tarafidan 5 iyul vaqasining haqiqati bağancha ro'shanlashmoqda. Maqsadimiz o'liqcha Shoga vaqasi asoslab ta shu kunga qadar buni tushuntirish bermadi, bizga tushuncha bersin degan maqsadda u yerda. Tushkunlik hozir manga vaqtimizda 5 yillar o'tib ketgan vaqtda ay yo'qdan sen hozir bitirib qarab keçib kelayotgan qatlar uchirdi, ularni bora tushirgan u yerda. Mesela jinonlar, aptechalar, tarqilinglar, adab shunday deb turdi bizga. Kechata bilan qilchi munosabati yo'q. Shu hamma haq bilgan bir vaqa bo'ldi bu. Shoga vaqasi. Yana birisiga namoyish chiqqan adam degan u 5-10 ming yaqin adam tursa qaysi bir so'zini o'zgartib qo'yildi. Ichidan chiqqan bir norozilik. Siz 5 iyul vaqasi qatnashganmidingiz? Shu kundagi Urumchi vaziyatidan uchirmagan bo'lsangiz, kunimizni boshlasa ilmiq bayqilib qoldi qarang. Qarang tushganda shu naydan bo'lib keldi, hech qanday odam qo'ydi shuni otda aylab ketdi. Yetib kunduz kecha chatqayda atinasan bir tal qanimiz yo'q. Şu turmuzluğu bir taraf kuvvetlerlerini çıktan aldım onda. Onu sanını bilmem adamı ben keşfedde şununla toplaştı. O kadar ben ne bağlamda hocalık kandaki yetlik çıkıdı da hiç külfün alakalı üzüldü şunu Allah. Ve eşki muhmadı bir sır. Bu kecha sirliq tinchitilgandan keyin 6 iyul kuni atdiganda Uyg'ur Abdunum rayonlik hukumat raisi Nurbekri televizorda paydo bo'lib, vaqani chet eldagi 3 xil kuchlar hamda Uyg'ur biz, Shabnam qatorliq torbatlarning qutratquligi natijasida yuz bergan urush, cheqish, bulash, o't qo'yish buzg'unchilik harakati deb chakaladi. Shu kuni Urumchi vaqti kech soat 7 da yana Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur eliga qo'ygan sekretari Wang Lochun 5 iyul Urumchi vaqasini Rabia Qodir va Dunyo Uyg'ur qurultiyining qutratquligi bilan yuz bergan vaqa deb e'lon qildi. 10月5日的严重打砸抢烧暴力事件发生，这是以热比亚为首境外敌对势力和境内极少数坏人极力炒作。Xitoy hukumati sizni 5 iyul Urumchi vaqasining bosh planlovchisi deb ko'rsatdi. Hozirgacha bu ayvini qaytarib olgani yo'q. Endi siz bu 5 iyul vaqasining asosliq sababchisini kim yoki nima deb qaraysiz? Mazkur vaqaning bosh jinoyatchisi Xitoy hukumati o'zi. Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga besib olgandan Sharq Turkistonni 49-yili besib olgandan ta hozirgacha bo'lgan 60 yil, shu vaqtgacha bo'lgan 60 yil ichidagi zo'ravonligi va tengsizligi, xalqimizni ma'rifsizlashtirishi, nomratlashtirilishi, xalqimizni butun huquqidan mahrum qilishi, xalqimizni ko'tarilmagan darajaga opirib, to'yib, zodi nim bo'lsak bo'layli, jinimizdan kessak mayli deydigan darajaga yetkazib qo'yganligi. Shoga vaqasi faqat uning bir tuturuq oldu, sababchi bo'lib qoldi. Biz kuch kiritmasakmı, aşağıdaki naq maydondagi vaqa har qanday odamni uyg'otdi. Xitoy hukumati biz uyg'otmadik. Uyg'ur xalqini bu namoyishga, bu faoliyatlarga yoki tashkilotlarni qurishga biz uyg'otmadik. Xitoy hukumatining Jungo Kommunistik partiyasining siyosati uyg'otdi. Sharq Turkistondagi xalqimizni tarqoqlashtirish siyosati deb dehqonlarni yerdan olib etdi. Oliy maktab bitkizganlar o'qish bitgandan keyin xizmatga kiramadi. Sharq Turkistondagi bütün imtiyozlarni millionlagan Xitoy ko'chmanlarini opirib ularga apadi. Til bilmagan qizlarni 100 minglab, minglab, 10 minglab Xitoy o'lkalariga yo'tkab akirib azan qul qilishi va sizlarga yaxshi xizmat o'rlashtiramiz deb. Ularning o'rniga ko'chmanlarni akab xizmatlarni berishi, mushundaq tengsizliklar Uyg'ur xalqining chidash toqati qolmaganligi uchun qizil bayroqni ko'tarib, bu qitim o'zlarining tinchlik bilan haq huquqini talab qilganligi va shu hukumatni, shu davlatni e'tirof qilganligini ifodalab, umuman yosh bolalar bayroq ko'tarib chiqqan. Xitoy hukumati buni to'planga aylantirib, mushundaq bir fojiaga aylantirdi. Hergiz Shoga vaqasi uchun chiqqan ish emas, u bir sababkori.
Aşı namayışını tosip qala alamdı dese tosip qala alaydı. Hergizmi tosip qalmadı. Toplanğa aylandırışdan ibaret bu narsani amalga oshirdi. Gunohsiz nurg'unlagan Xitoylarning o'lishini keltirib chiqadi. Shuning bilan minglagan, o'n minglagan Uyg'ur xalqini bostirdi va turmuga oldi. Agar shu gunohsiz Xitoy xalqi o'lmagan bo'lsa, bularni undaq bostirolmaydi. Chunki Xitoy hukumat xalqiga javob berish kerak. Xitoy xalqiga javob berish kerak. Uyg'ur xalqiga javob berish kerak. Dunyoga javob berish kerak. Shuning uchun Xitoy xalqining og'zini bostirish va og'zini yepish uchun oldi bilan Xitoy xalqining o'lishini keltirib chiqadi. Shuning bilan necha 10 minglagan Uyg'urlarni bir kechida o'ldirdi. Shu kuni mayli Xitoy o'lgan bo'lsin, mayli Uyg'ur o'lgan bo'lsin, shu kuni o'lgan barliq odamlar gunohsiz Xitoy hukumatining nayranglariga tushib ketgan, ham siyosatning qurboni deb qarasak bo'ladi. Hurmatli ko'rurman do'stlar, 5-iyul Urumchi vaqasiga bag'ishlangan bugungi dasturimiz mush yerda tamomlandi. Yana bir qitim ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Sizlarni mush yerda kutaman.